Xotinjon, chiq, senga yangi ko'ylak olib keldim. Qalay, yarashibdimi? Zo'r, böyle yechib qo'y, ko'ylak kiyasan buni yaltiroqda. Xo'p, rahmat. Aytsam ishonmaysan, tushimga go'sht kiribdi. Tushga nimalar kirmaydi deysiz? Oshdan oling. Go'shtidan oling. Ya go'sht yemayman, o'zing o'nab tutgan ochaylik ha. Gazlik ekan-ku bu. Hayotim, mana shu oshxonaning eshigini yangilashimiz kerak. Bunga eshik. Ana qalay? Voy, buncha zo'r. Buni eshigi dastak bu yoqqa mana. High-tech eshikmi? Shu kreditlardan qutulsak bitta supurgi olamiz-da uyga. Yo'q, bu ham yaxshi o'zi. U originalda, u germanskiy. Hayotim, tug'ilgan kuningizga sovg'a olib keldim. Qanaqa sovg'a? Krossovka. Xuyti. Salamandra 45. Yoqdimi? Rahmat. Yig'lashim keladi. Ha? Shashlik yeyman. Shashlik. Ana men yeb ko'r qani. Yo'q, men Dubaydan yemayman, go'shtidan yeyman. Ana go'shtlarimizni ko'r. Sadaqa qiling, sadaqa raddi balonni qaytaradi. Kreditlaringiz bu. Ha. Sababli. Men tamom darvozaga yozib qo'yinglar qayman. Bo'ldi men. Hamkasblar gruppasiga yozaman, tamom hech kim kirmaydi bu yerga. Rahmat tushunganingiz uchun. Aha, qo'shni, kredit tugamadimi hali? Ha, sekin-sekinda endi. Ha, erta to'yga o'ting. Ash ketmas berib turing, to'g'rilay kerak bo'lib. Yashashni o'zgartiring, unaqa yashab bo'lmaydi. Uka, uydamisan? Ya, ha, opa, keling. Bir-ikki hafta jiyaning sizlar bilan turib tursin. Yo, opa, bizdan sharoitni bilasiz o'zingiz. Sharoitni bilganim uchun olib keldim-da. Buni qara semirib ketganini osish kerak. Qol. Ha, kech ya. Ha, qo'shdi. Qo'shni. To'yga ozgina yetmadi, kredit oladik-da. O'zingga nima ovqat qilamiz? Uyda hech narsa qolmabdi. Xavotir olma. Xotin mana quyonni olib keldim. Ure, go'sht yeymiz, baxtli kunlarimiz keldi. Men kelib siqa. Uka, uydamisizlar? Ayajon, meni olib keting, og'riqlab ketdi. Hayotim, keling, issiq suv tayyorladim. Men rostdan uyg'ondimmi? Uylanish buncha mazza. Ya bering, men o'zim qo'yaman. Nimaga unaqa deysiz? O'zim qo'yaman. Ikkita qo'lim bilan birinchi marta yuzimni yuvishim. Yangi yil keldimi? Yo'q, hammasini siz uchun tayyorladim nonushtaga. Keling. Nimalar bo'lsa mana hayotimga. Yoki bular meni boqib sotmoqchimi? Ya qalay sotadi? Men mol emasman-ku. Hayotim, bugun uyga xolamlar mehmonga kelishmoqchi edi, maylimi? Bilmadim, birorta kattaroq odamdan so'rang. Katta odamsiz siz-ku. Menga shunaqa vakolat bormi? Yo'q deb ko'ray, qani urmas. Ertagami kelsinlar? Xo'p. Mayli, bugun kelsinlar. Ertagami, bugunmi? Bilmayman, meni gapim o'tay. Assalomu alaykum. Ey, yankiyov, ey! Berak menga yordam ber. Ushlaytir, bir-biriga tekkizma, men to'kiradi ichkariga ushla.